Anadolu Construction Group qurilish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi integratsiyalashgan kompaniyalar guruhi. Loyihalar ishlab chiqarishdan boshlab tayyor obyektni foydalanishga topshirishgacha yagona tizim asosida amalga oshiriladi. Kompaniya tarkibidagi asosiy yo'nalishlar: Anadolu Beton yuqori sifatli beton ishlab chiqaradi va yirik loyihalarda qo'llaniladi. Fiberkon fibrobeton asosida arxitektura elementlari va konstruksiyalar ishlab chiqaradi. Alikon zamonaviy fasad tizimlari va alyuminiy yechimlar bilan binolarning tashqi ko'rinishi va funksionalligini ta'minlaydi. Shuningdek, interyer yo'nalishida ham individual dizayn va mebel yechimlari ishlab chiqiladi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv kompaniyaga loyihalarni to'liq boshqarish va sifatni har bir bosqichda nazorat qilish imkonini beradi. Har bir loyiha bu aniqlik, muhandislik yondashuvi va tizimli ish natijasidir. Bugun Anadolu Construction Group tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar shaharlar qiyofasini shakllantirmoqda. Anadolu Construction Group bu bugungi qurilish emas, bu kelajak uchun yaratilayotgan mustahkam poydevordir.